do'stimga maslahat berdimda, bu nosni ham, sigaretni ham tashlab yubordi 10 kunning ichida. Tushunyapsizlar? Qarang, 10 kunning ichida sigaret, nosni tashlamoqchi bo'lsangiz, oddiy, juda ham oddiy narsa bor. O'rtoqlar, qarang, eshitinglar. Xo'p, siz misol uchun bir kunda 10 ta sigaret chekadigan bo'lsangiz, har kuni bittadan kamaytirasiz. Ertasi kun 9 ta, undan keyin 8 ta, 7 ta qilib bitta kamaytirasiz va iste'mol qilishingiz kerak bo'lgan narsalardan biri bu karkade giyohi hisoblanadi. Choy. Lubo joyda bor, supermarketlarda, boshqa joylarda ham bor. Karkade choyini siz kechqurun yotishdan oldin choy qilib iste'mol qilasiz, asal aralashtirib. Bu alkosestor moddasi bo'lgani uchun bu qoningizni tozalab, o'pkalarni tozalab, qon aylanishini yaxshilab yuboradi-da. Agar siz 10 kun davomida shuni qiladigan bo'lsangiz, siz bunga moyilligini yo'qotib beradi, haligi xumorni bosishga moyillik yo'qotib beradi. 10 kun tashlab yubordi, mana tak 2 oy, 3 oy bo'lyapti, umuman sigaret ham, nos ham chekkan yo'q. Ushbu videoni sigaret ham, nos ham chekadi, aroqni ham urib yuboradigan insonlar jo'natib qo'yiladi. Aroqni ham yo'q qilib yuboradi, haligi zararli taraflarini. Bu karkade guli. Albatta karkade gulidan foydalaning. Buni nima Rasello ham deyiladi, karkade ham deyiladi. Ushbu usuldan foydalansangiz, karkade guli bilan, Rasello bilan albatta 100% qutulib ketasiz. Tanishlarga jo'natamiz.